Diqqat, pensiya oladigan fuqarolarga tezkor xabar. Mamlakatda pensiyalar 20% ga oshirilmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. O'zingizni aldamang, tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas, bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy kuchli tabobat inomi. Prostata bezidagi yalliqlanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi, erkaklar quvvatini kuchaytiradi. Vulkan bilan sokin hayot kechirasiz yoki qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Vulkan ham sinalgan, ham kutilgan mahsulot. Hoziroq qo'ng'iroq qiling, 30% lik chegirmaga ega bo'ling. O'zbekiston bo'ylab yetkazish mutlaqo bepul. Diqqat qiling, 2026-yil 1-oktyabrdan boshlab Qirg'izistonda pensiyalarni indeksiya darajasida oshirish uchun pensiya jamg'armasi mablag'laridan 4,4 milliard so'm ajratilmoqda. Ma'lum qilinishicha, pensiyalarning sug'urta qilishga 1,2 koeffitsient bilan, ya'ni 20% ga oshirish rejalashtirilgan. Pensiyalarga qarab har biriga 1000 so'mdan 10 000 so'mgacha qo'shilish reja qilingan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 2026-yil 1-oktyabrga kelib Qirg'izistonda pensionerlar soni 832,4 ming nafarni tashkil qilmoqda.